Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Navbatdagi gigant katta darvozamizni inshaalloh boshlab oldik. Qanotlari tayyor bo'lib, xudo xolasa. Shvellarini ham kattaligini ko'rib turibsizlar. Balandligi 4 metrga 4,28 bo'ladi. O'sha xudo xolasa bu katta gigant bo'libdi. Katta qanotlari ham o'sha kiradigan joylari ham kattagina bo'libdi. Ichi 20 dan ko'proq joy qolibdi. Kichkina qanotlarni ham qiritganmiz. Kichkina qanotlarni ham ko'rib turibsizlar. Shu holatda 15 profilli qalin stenka, 16 li shveller, shamlarlarni ham ko'rib turibsizlar. Hammasiga ahamiyat qilgan holatda qilinibdi. Burchaklari force bo'libdi hammasini. Taxiyani yasab olamiz. Taxiyaga ham mana ko'pchilik profil qo'yib yuboradi mana joyiga. Bizlarga ham shveller qo'yib, 16 li shvellerdan bittalarga 16 li shvellerdan chiroylab qilganmiz. Hop, qanotlarga keladigan bo'lsa 15 profilda 3x2 nimaga deysiz bosib sizlar birinchi degan savolga javob. Bu qanoti juda katta, gigant bo'lgan. Butun lis 1,26 bo'ladi. Buni ichi 1,32 bo'lgan. Uzunligi ham juda katta. Hop, mana buni ko'rishingiz mumkin. Uloq tushgan anaqa joyiga 6 sm uloq tushadi. Chunki lis bor bo'yi 1,26 bo'ladi. Buyimiz katta. Uzunligiga ham 50 sm uloq tushgan. Qanoti ichini o'zi 3 metr bo'lgan. Balandligi ham 4 metr taxmin bilan. Bunaqa gigant derazalar, bunaqa kichikroq eshikchalar, garajlarga, kichkina uylarga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaversizlar. Bu ham xudo xolasa karnizli, chiroyli holatda bo'libdi. Orqasida oldin qolib ketibdi. Shunaqa variant bo'ladi, faqat mana joyda patnisda listi bo'ladi. Listi ham chiroyli holatda bo'lgan. Qalin stenkalarda qilib berganmiz buni ham. Bemalol murojaat qilaversizlar. Shunaqa kerak bo'lsa, shunaqa darvozalar, panjaralar, zinalar, aveslar bemalol O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Hammaga rahmat.